Bir eshitib qolganlar ziyorat kelganlar, yaqinimizga bir ziyorat qilamiz. Ha, yaxshi. Yaxshimi, tinchmi? Tamam. Ha, shu hoji onamizni shu ayol qaqshaydi, ko'yadi. Bir doktorga borganimizga suyakka yemirilish bor dedi. Ham greja bor dedi. Endi grejdanmi u yemirishdanmi yo boshqa bir kasalligi bormi? Bir do'stimiz bilan hamsuhbat bo'lib gashtaka bir joy bo'ldim. Mana yemirilish bor deb doktorlar operatsiya qilish kerak deb aytdi. Birovdan surishtirib shu odamni topib bo'ldim. Otim juda yaxshi ketdi, 2 marta olib keluvdim dedi. Shu kishi. Ayollarni olib kelganlar shu. Ha, ayolni u birinchi topgan ham ayolni olib kelgan ekan. U yer bu operatsiya qilman, shunda doktor bu hech bekor gap, yemirilgan falon deb aytadi-yu, shu yerda boring degan ekan. Shu yerga kelib davolagan ekansiz. Oy. Oy. Tushib yurib ko'ringki davom etamiz. Görüşlerimiz. Ya. Siz teginmi? Ha. Yo'q, teginish uyga olib beradi, kerak bo'lsa. Ha. Öylemi? O'tirib turishlaringiz qanday? Demayman. Bunda o'tirib turmayman. O'tirib. Og'riydi mana shu oyog'im. Xo'p, mana bu ushlab bo'lsang o'tirib turingchi. Qayergacha o'tira olayapsiz? O'tirib turaman. Turishim qiyin bo'ladi. Turing. Endi ushlamasdan bemalol o'tirib turasiz-ku. Turing. Turapsan-ku. Sal orqaroq turing, qanaqa berasiz? Qo'lingizni olayapmi o'tirib turing. Ha. Turing. Tutding-ku men turib. Nimaga qiynalyapsiz? Qiynalib. Oyog'im og'riydi-da, mana shu yerda. Hozir og'rigan yo'q-ku. Ha, og'rimadi lekin hozir. Shuni aytaman, nima? O'zingizni o'zingiz qo'rqitib qo'ygansiz. Qishib turadi-da, mana hozir yaxshi o'tib turadi. Yo'q, oyog'im umuman jo'ni bo'lmay qiltir. Oldin o'tirib turardilarmi shunday? Yo'q, turolmaydi, o tutdi. Yo'q, o'tirib turadi. Ha, yo'q, Oyog'im qiltirib. qiltirib Hozir qoladi. qiltiramiz. Qaldirgan yo'q. Ha, yaxshi olsun.